Assalomu alaykum hammaga. Cherry Arizo mashinamizni mana to'planish sistemasini bugun tozalaymiz. Mana pampers ahvoli. Уже tiqilib qolgan. Bu mashina 35 ming yurgan. 15, 20, 25, 30, 40 ming, 50 mingda mana shu narsalarni tozalash kerak. Смотри, qanaqa benzin solishga bog'liq. Kimdir 10 ming, 15 mingdan ham yechsa, mana shunday qop-qora chiqadi. Nimaga deganda, nekачественный benzin solsa, yaxshiroq benzin solsa 30 ming ham yuradi, 40 ming ham yuradi. Shuning uchun vaqt-vaqtda tozalanglar. Ertaga mana benzin nasos, to'planish sistema, injektor tiqilib qolib, benzin nasos kuyib, o'zi arzimagan pul turadi bu narsa. Hozir pol tozalash jarayonini video qilamiz. Tak, to'planish filtr tozalaymiz. Mana tozalash jarayoni. Musor chiqadi. Shuning uchun vaqt-vaqtida tozalatib, pampers yangi qo'ygan bilan yaxshi bo'lmaydi. Buni ichini tozalash kerak. Yo buni yangisini qo'yish kerak. To'planish filtrni. Endi to'planish filtr yangisi qimmat bo'lgani uchun tozalaymiz. Nimaga deganda ko'plab olmaydi buni. Tozalab qo'ysa ham bo'ladi o'zini. Toza qilib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana polni sistemasini tozaladik. To'planish filtri ichidan chiqqan benzin, mana to'planish filtr, yangi pampers. Endi teramiz.